Quva tumanidagi Dehqonobod mahalla fuqarolar yig'ini 25-maktabgacha ta'lim tashkilotida bugungi kunda 60 nafar pedagog xodimlar faoliyat ko'rsatadi. Ushbu maktabgacha ta'lim tashkilotida 290 nafar bolajonlar tarbiyalanyapti. Ulardan 90 nafari bu yil maktab quchog'iga otlanadilar. Prezidentimizning Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi hamda uning tizimidagi tashkilotlar faoliyatini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon ijrosini ta'minlash maqsadida muassasada tashqi attestatsiya jarayonlari bo'lib o'tdi. Aslida attestatsiya jarayonlaridan ko'zda tutilgan maqsad nimada? Avvalo, bugungi kunda pedagog kadrlarning malakasini oshirish, ularning ta'lim berish mahoratini yuqori darajaga ko'tarish ta'lim-tarbiyadagi eng muhim jihatlardan biri hisoblanadi. Ana shuning uchun ham pedagoglarni attestatsiyadan o'tkazish va ularga malaka toifasini berishning avtomatlashtirilgan yangi tizimi ham joriy etildi. Shu bilan birga pedagoglarning ta'lim berish mahoratini yuqori darajaga ko'tarish hamda ularning bilim darajasini baholashning yanada shaffof va xolis mexanizmlarni joriy etish zarurati ham yuzaga kelmoqda. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ham bugungi kunda aynan ana shu jihatlarga ahamiyat qaratilmoqda. Vaholanki shaxs kamolotiga yo'l avvalo ilk qadamlardan boshlanadi. Pedagog xodimlar mohir uslubchilar bilan hamkorlikda yangi innovatsiyalarga qo'l urmoqdalar. Bugungi attestatsiya jarayonini o'tkazishdan maqsad tashkilotdagi pedagog xodimlarni ta'lim sifatini oshirish, bilim samaradorligini kengaytirish maqsadidagi barcha mezonlar bo'yicha baholanadi va tahlil qilinadi. Pedagog xodimlarning o'z kasbiga sadoqati, fidoyiligi nafaqat innovatsion pedagogik usullarga yondashuvda, balki me'yoriy hujjatlarning yuritilishida, boshqaruv usullarining takomillashganligida ham namoyon bo'lyapti. Qolaversa, malaka toifalarining berilishida, pedagogik mahorat darajasini belgilashda bu mezon muhim ahamiyat kasb etadi. Attestatsiya jarayonlarida 25-davlat maktabgacha ta'lim tashkilotining boshqaruv faoliyati ham jamoaning ijodkorligi ham namunali deya e'tirof etildi.